Assalomu alaykum akalar, ukalar, opa-singillar. Mana Toshkentdan Moskvaga avtobuslarimiz ketyapti dedik. Endi mana Moskva shahridan Toshkent shahriga avtobuslarimiz chiqib ketmoqda. Bizda bovurlarimizdan, tomirlarimizdan, tug'anlar ham bemalol kelib ketsanglar bo'laveradi. Moskva shahridan Toshkentga, Bishkekka, Shimkentga reyslarimiz bor. Bemalol kelib, o'z joylarida band qilib reyslarni amalga oshirsanglar bo'ladi. Toshkent shahriga reyslarimiz har kuni. Bishkekka, через Shimkent ketiladi. Shimkentga ham har kuni reyslar. Mana akalarimiz ketyapti. Assalomu alaykum aka. Avtobusga qarang aka, sizga yoqdimi? O'zbekiston nomerida kelganmi? Keldimi? Yaxshimi? Tashqarisi bo'ladimi? Mana bu ukamiz o'zimiz yaqinda qo'ylovdan jo'natdik. Nima gap ukam? Yaxshimi? Endi mana Toshkentga emas, Ostonaga ketyapti. Tashqarisi bo'laveradigan. Mana opamiz ketyapti. Opa qayerdan? Surxondaryodan. Surxondaryodan. Nima deysiz avtobus haqida? Juda yaxshi. Yaxshimi? Kutganga yarashamiki? Ha. Kimdan kim shunday komfortabilniy avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar, ishonchli nomerlar. Ekranda akalar, ukalar, yana aytaman, dokumentlarga iloji boricha e'tiborliroq bo'lib qolinglar. Chunki dokumentda yo'lda rasxod qilishdan oldin o'sha dokument qilib qo'ysanglar, hech qanaqa rasxodlar bo'lmaydi. Faqatgina tamojiy rasxodimiz bo'ladi 200 rubl yoki 300 rubl. Hammaga rahmat, sog' salomat.